Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Yahyo alayhissalatu vassallamni maqtayapti. Yahyo alayhissalatu vassallam Xudoy taolo oyat karimada ta'rifini keltirishi bo'yicha sayyid, ulug' nasablik, boobro odam va hasur ham ekanlar. Hasur deb mallayati nisamal qudrati degan gap ekan. Ya'ni uylanishlikka layoqati bor, shu xotinlarni ta'minlashga jinsiy aloqa ham layoqati bor bo'la turib, shu manfaatdan kechgan odamni hasur derkan. Demak, Alloh taologa Yahyo alayhisolatu vassallamni ham o'zlarini jinsiy shahvatlariga ega bo'lib, shu shahvatlarini ko'chasiga kirmasdan dunyoda shu payg'ambarlik vazifasini bajarishlik jarayonida bo'ydoq o'tganlik Xudoy taologa xush kelganligidan Alloh taolo Yahyo alayhisolatu vassallamni Qur'oni Karimdan maqtadi deb aytadilar. Va min hahuna qala an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Va shu yerda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham bir gapni gapirganlar, shu gapni gapirib o'tamiz dedilar. Khayrun nasi ba'dal mi'atayn al-khafiful khawd qila wa mal khafiful khaz ya Rasululloh qala allazi la ahla lahu wa la walada. Bu hadisni ko'pchilik eshitgan hadis. Buni biz o'zimiz aytib beradigan hadisimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, 200 yildan keyin odamlarning ichida yaxshisi Hafiful Xoz degan toifasi bo'ladi degan ekanlar. Sahobiylar roziyallohu ta'ala anhum ya Rasululloh, u Hafiful Xoz degan toifa insonlarning ichidagi qanaqa toifa deb so'rashdi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom allazi la ahla lahu va la walada. 200 yildan keyin eng yaxshi toifa bo'ladigan Hafiful Xoz bu odamlar la ahla lahu va la walada, xotini yo'q, bola chaqasi yo'q odamlar bo'ladi dedilar. Bu gapni gapirganlariga qariyb 1,5 yil bo'ldi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlari yashab turgan jarayondan keyin 200 yildan keyin odamlar ichida yaxshi odam, xotini yo'q, bola chaqasi yo'q odamga aylanar ekan. Nima uchun deyilsa, bu xotin bola chaqaning o'ziga yarasha vazifasi bo'lib, avvalgi jumalarda aytganimizdek, shu bola chaqalarni haloldan topib, haloldan rizqlantirmoqlik va ularni shariat andozasida tarbiyalab, uyli joyli qilmoqlik, qizlarini shu turmushga chiqarayotganda kuyovlarni ham sarasini topib o'rniga qo'ymoqlik qiyin bo'lganligidan odamlar sekin-sekin 200 yildan keyin odamlarni xulqlari, dinga bo'lgan rag'bat mayllari o'zgarib, dindan soviy boshlagandan keyin u narsani uddasidan chiqish qiyin bo'lib qolganligidan odamlarning ichida xotin olmay qo'yishlik, bola chaqa topmay qo'yishlik odatga kirarmish va bu eng yaxshi odamlarning qilalariga aylanar ekan. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Ya'ti 'alan nasi zamanun yakunu halakul rajuli 'ala yadi zawjatihi wa abawayhi wa waladihi yu'ayrunahu bil faqri wa yukallifunahu ma la yutiqu fayadkhulu al madahib allati yuzhibu fiha dinahu yoki yazhabu fiha dinuhu fahalaka. Yana payg'ambarimiz alayhisalom aytadilar. Ya'ti 'alan nasi zamanun, odamlarga bir zamon keladi, bir davr keladi. Yakun halakul rajul 'ala yadi zawjatihi. O'sha davr kelganda o'sha kishini halok bo'lmoqligi, ya'ni dunyodan xor bo'lmoqligi, dinsiz holatda o'tmoqligi, fisq va fujur ichida qolib qolmoqligi xotinining qo'liga bog'liq bo'lib qoladi. Va abawayhi va ota-onasiga bog'liq bo'lib qoladi. Va waladihi va bola chaqasiga bog'liq bo'lib qoladi. Yu'ayrunahu bil faqri. Ana shu xotini, ota-onasi, bolalari bu odamni kambag'allikda ayblaydi. Va yukallifunahu ma la yutiqu. Bu odamni toqati yo'q, qo'lidan kelmas, qayg'isi yo'q narsalarni qilasan deb taklif qiladi.
fayadkhulul mazahiba allati yuzhibu fiha dinahu. Bu odam shu ota-onasidan o'tolmay, xotinidan, bola chaqasining yuzidan o'tolmay, shularning gaplariga chidamasdan shundoq bir yo'llarga kiradiki, u yo'llarda bu odam dinini qochiradi, dinini yo'q qiladi. Fahalaka, bas bu odam u yerda halok bo'ladi, ya'ni ma'naviy halokatga uchraydi dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Va mana bu hadis sharifdagi aytilgan zamon bizlarga qachonlari kelgan? Biz o'sha zamonni qurbonlarimiz. Yuqoridagi hadislarda payg'ambarimiz alayhisalom xotin bola chaqasi yo'q odamlar 200 yildan keyin yaxshi odam bo'ladi dedilar. Navbatda o'sha hadisni o'zlari sharhlab tushuntiryaptilar. Demak, bugungi kunda shu biz bobimizni shu to'yga bag'ishlaganligimiz uchun bu hadisni to'ycha qilib sharhlashga harakat qilamiz. Bu hadisni o'ziga sharhlari ham bo'lishi kerak albatta. Shu payg'ambarimiz alayhisalom aytayotgan odam xotin bola chaqasi, ota-onasi kambag'allikda ayblaydigan odam bugungi kundagi bir to'yni e'tiborga olsak, o'tgan safar ham aytdim, doim ham aytib kelamiz, minbar ham aytamiz, Xudo xolasa, shu o'g'il uylash, qiz chiqarish sabab odamlar har ko'chaga kiradi. Salomatchiliklar ketadi. Bir yerlarga borib ishlashlik 5-10 so'mni ortig'i bilan topib kelib, ana shularni orzu havaslarni ro'yobga chiqaraman deb har xil ishlarni qiladi. Harom ish bor, halol ish bor. Har xil narsani yeydi, luqmalarni halol haromi bor. Ibodatlari but bo'lmaydi. Chunki but bo'lishligi uchun sharoit yaxshi bo'lmoqligi kerak. Sharoitlar ko'tarmaydigan joylar bor. Mana shu yerlarga odamlar ishlagan ketgandan keyin musofirchilikda bo'laveradi deb ayrim bir harom ishlarga kiradi. Dinlari o'zi kilkillab turgan iymonlari va e'tiqod amallarini hammasini bo'laveradi degan o'sha davrni bir taqozo qilayotgan qiyinchiligini uddasidan chiqishlik maqsadida dinlaridan mahrum bo'ladi. Ya'ni birov qizini chiqarmoqchi. Bugungi kundagi qizlarga qilinayotgan narsalar haddan oshib juda quyishqondan chiqib ketgan, chegaradan umuman chiqib ketgan, chegarasini topolmaysiz bu narsani. Qayerdan kelib chiqqanini ham o'ylab, o'yingizga yeta olmas darajada ishlar bor bugungi kunda. Sep degan narsani yeyishlik o'zi bid'at, harom deyapmiz. Sepi bo'lsa yayatda borini ko'rsatadi deydigan otinchalarni o'zlari shu narsani bulg'ayotganlar. Shariatimizda xo'ja ko'rsin, o'z ko'rsatish, maqtanish eng qora qilib ko'rsatilgan amallardan bittasi. Sep yeyishdan maqsad maqtanishmi? O'z ko'rsatishmi? Yo'q narsani bor qilib ko'rsatmoqmi? Shu narsalarni qilaman deb eram, xotinam o'sha opodada katabular ham ovorada shunga. Bo'p kelgan, qilmasang bo'lmaydi, o'kinmasin qizimiz. Endi hamma qilib kelgan, sen ulardan qayering ekan. Qo'lingdan kelmasa bola topib nima qilarding? Er bo'lganingdan qilasan-da degan gaplar o erkakni ayblashmi? Birov topadi, birov topmaydi. Birovlarga topish oson, birovlar mehnat qilib ham topolmaydi. Osongina odamlar haromdan topgan deydi. Yo'q, haromdan topsanglar boy bo'lmaydi, haloldan topib ham boy bo'ladi odam. Bir aybi borki, shuncha Xudoy taolo buni kambag'al qilgan deydi. Yo'q, kambag'allik solih insonlar ham kambag'al bo'lishligi mumkin. Albatta bir yomon odamlar kambag'al bo'lmaydi, balkim ertaga kech ibodatda turgan odamni ham Xudoy taolo kambag'allik bilan sinashligi mumkin. Mana shu narsalarni ayib qilib, shu yuqoridagi oila a'zolari bu odamni yo'qlikda ayblaydi deydi. Ha, senimi? Men bir to'y qilay dedim, lekin bu odam har ishga qo'l uradi. Undan keyin dinsiz qoladi dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. O'g'illarni ham uylayotganda o'g'illarni o'zlari 5 ta so'm topmaydi bugungi kunda. Hammasi tekinxo'r.
Hammasidan maqsad ko'pchilikni aytmoqchiman. Mehnat qiladigan o'g'il bolalari bor. Ko'pchilikdan murod hamma chiqadi endi. 80-90% bola bugungi kunda bekarchi. Topgan pulini o'zidan oshirmaydi, maishatdan bo'shamaydi. Hozirgi bolalarimiz ham bir qiziq bo'lib qolganki, pul topsanglar osh yeydigan bo'lib qolgan. U osh yeyishga hali erta, shashma osh yeyishga. Xo'p, yeydigan davring keladi. Pul topsa boyir dam olib kelayotgan. Nima ish qilding sen dam olasan? Umring o'zi dam bilan o'tyapti, borib bir yerda osh qilib, salqin joyda dam olib keladi. Palon pulni sarfan. Nima ish qilding sen dam oladi? Nima ish qilib charchading? Yoki seni miyang nima uni g'amida charchadingki, sen bir madaniy bir hordiq chiqarish uchun alohida bir salqin joyni axtarasan, alohida pullarni yig'ib bir chiroyli ovqat yemoqchisan. Nima ish boshingdan o'tdi? Nima g'aming bor? Shu yigitlar to'y qilar vaqtda rejalarni tuzadi. Ota-onasi ming qoqshasin, u farzandlarni parvoga kelmaydi. Ha desa, jo'ralarimiz mashtaq qilgan deydi. O'sha jo'ralardan bittasini qarang. Bittasiga limuzin olib kelib beribdi. Mendan sizga to'yga qo'shiq deb. Bolalarni ham ayyorligini qarang, mug'ombirligini. Endi bu yerda ota-ona sotdi, daha bo'pti, bolalar bitta jo'rasi o'zidan bitta limuzin qilib olib kelib berdi, bir soatiga palon pul to'lab. Bu yoq tekin bo'lib qolibdi, chiqsang chiqaver zakisga deydi. Ha bu misol men o'sha jo'ramga limuzin olib kelib bergan bo'lsam, bugunlik kun unga tekin bo'lsa, ertaga uylanayotgan deb olib boradi o'sha limuzinni. O'zini puliga-da shu. O'zingni yog'ingga o'zing qovuryapti, chiroyli usul bilan aldab qo'yapti, xolos. Vaqt kelishini shuni to'laysan. Bugunlik kunda shu limuzinni $100 ga olib kelgan bo'lsa, men o'sha jo'ramga olib kelsam, ha ertaga men uylanadigan vaqtda balki bu $200 ga chiqar. Pulli quvvati ketgan. Uni qaydan topasan? Mana bu narsalar bizlarda kirib keldi. Har doim aytaman, ma'zar degan narsa dinimizga yot narsa. Dinimizda maishat farazligining o'zi yo'q. O yigit ma'zar yesa, ma'zar olib kelmasa, qaynata bilan qayna bir zoti pas, bir kambag'al yerga to'g'ri kelib qopmiz deb pichin gap qilaversa, olib kelay deydigan bo'lsa, o tomonniki ko'tarmasa, olib kelgan narsasini yeb bo'lmasa, olib kelgan mazari için nimani yeysiz? Kechagina mana dasturxonda o'tirdik. Menga olmaysizmi domla deyapti. Dasturxon lim narsa bilan yeydigan narsani o'zini topmayman. Hamma narsa bor dasturxonda. Yeydigan narsa o'zi yo'q. Ko'rsatmadi hammasi. Qand, kekis, piranli, vabli hamma yo'qni qo'yib qo'ygan, yeydigan narsa yo'q. Dasturxon to'ldir, piyola qo'ygan joy yo'q, yeydigan narsaning o'zi yo'q. O'sha kelayotgan mazara xuddi shu narsa. Yeb maza topmaysiz. Hatto qarangki bu bo'layotgan narsani yoqayozib ushaysizda. Qandlarni palon pulli qandlarni qo'yapti. O'sha qandni qo'yishlikka bu odamning o'zining layoqati yo'q. Mana usul tomosha qiling endi. Borib magazindan o'sha savdo do'kondan tanishdan men o'sha eng qimmatbaho obro'li bo'lgan shikalatdan 10 kilo olar ekanman to'yga. 10 kilo olib qarzga. To'yim o'tgandan keyin yeyilganiga pul to'layman, yemaganni olib kelib topshiraman deb olar ekan. Ko'ryapsizmi? Qanddan prokat ijara. Bu kimga kerak? Olgan suvlarni ham hazırlashib bizni oshnalar ochib yubordi deydi, magazinga topshirib yubormasin deydi. Haligi napitiklar bor-ku, o'shani ochib yuborishadi, desa, aytdagi magazinga olib topshirib yuboradi. Biz ko'zimizga mana laqab boyvacha daston solgan bo'ladi-yu, ertaga olib chiqib uni magazinga qaytadan topshiradi tamoqlarga deb ochib yuboradi bolalar ataylar, g'ashaga deyib. O suvlari ham shunaqangi ijaraga olingan vaqtincha. 10 ta suv oldimi, ikkitasi ichilsa 8 tasini olib chiqib beraman, ikkitasiga pul to'layman deydi. Hisobga yozib qo'ying. Unga ham o'tgan-da. Qizlarni seplariga qarasangiz, ashiq manaman deganlarni ham osib qo'ygan narsalari hammasi prokat. Tonlar, plashlar,
qimmatbaho nimaiki libos ilingan bo'lsa, hammasi hozir sezolmas. Astatga qolgan. Og'ayni shunizni berib turing, kuniga 100 so'm beraman. Sepiyiz o'tib olsin qizimni deb olib kelib ilib qo'yyapti. O'zi yo'q narsa. Ba'zi o'zimizda o'shda bo'lgan ish shu. Bir kelin qo'lga tushgan shunaqa ishdan. Tugun qilib hamma narsani tugib qo'ygan ekan. O'legan kechasida akasi kelib, moshinani ko'tiga solayotganda qayinda ko'rib qo'ygan. O'lekin o'g'ri ekan desa, bu o'g'ri ekan emas, asli prakat ekan. Shu narsani beradigan vaqt bo'lgan ekan. Olib chiqib ketgandan hijolat topib kechqurun akasi kelgan. Shuni akasi olib chiqib kelsa, aytnaman turib, voydot uyimga o'g'ri tushdi degan. Bitta konsertni ko'rsatar ekan, uyga o'g'ri tushdi bo'lib, hamma urib ketgan bo'lar ekan, qizi sepib yo'qolib qolar ekan. Zarilmi shu narsa? Shun bilan shu qiz uyi buzilgan. Kimga kerak shu narsa? U berayotgan narsalarni kiyib bo'lmas narsalar. Kundan kunga bu narsalarni urfdan chiqib qolishligi, qizlarimiz bugungi kunda o'zlarining razmeriga shu narsani tiktirib olsa, ertaga homilador bo'ladi. U narsa kichkina kelishi bor. Tana qo'yadi erga tekkandan keyin qizlar. Davr o'tishi bilan o'sha kalta-kulta tiktirib olgan, qizcha qilib tiktirib olgan narsasi bu odam xotinga aylangandan keyin olmaydi. Shuncha pul isrof. Ko'rpalar ashuncha isrof. Biz o'zimizga eng kam berilgan, biz o'zimizni to'yda shu narsa bo'lgan. Kamini olganmiz. O'sha kama ham bugungi kunda ishlanmaydi. Mana qariyb 20 yil bo'libdiki, bir marta shu ishlangan emas. Eshidan kirib kelsangiz qator qilib qo'yib qo'ygan. Serevanti bormi, shpaneri bormi, garnituri bormi, gilamlari tahmon o'rab qo'yilgan. Ko'rpa to'shak ashuncha o'zini ko'rsatishdan boshqa narsa yo'q. Koshki buni ishlatsa, koshki bu asqatsa. 100 ming narsa bekardan bekar uyda turadi. Ertasiga bu kelin arazlaydi. Ha desa, qonni to'ymayapti ekan deydi. Ha bitta to'shagini sotib ye. Ko'rpani sotib ye, yotmaganingdan keyin. Qo'yib qo'ygan chini pelalaringni sotib yever, bir chekadan qonning to'yadi. Kuyov bola ishlamas ekan deydi. Ha kuyov bola nimaga ishlasin? 3 mahal mazaro bor bersang. 10 yilga kiyadigan kiyimi bo'lsa, bir narsasi kam bo'lsa, qizingni orqasidan tiqib olib kelib tursang, nimaga ishlaydi? Nimasi kam u ishlasin? Kuyov chaqardiga oldin divoyga berardi, televizor magnitofoni bilan, video magnitofoni bilan. Endi haliginaqasi bilan beryapsan, disk radioni bilan. Kechgacha ko'rib yotadi. Nima ish qilsin? Mashina beryapti kuyov bolasiga, kalit beryapti. O'tmay qolgan qizi bor-da u bechorani. Mana bu narsalarni qilayotganda bitta kuyovga shuncha narsa qilsa, agar uni 4 ta qizi bo'lsa nima bo'ldi? O'ldimi? Xuddi shu narsani kuyovdan ham talab qiladi. Voy onisi kam ekan, voy monisi kam ekan deb ikkitaligi xolamiz o'tirib oladi mehribon, mahalladan chiqqan bir ko'rib qo'yaylik, nimalar keldi ekan deydi. Latani sartiravat qiladi. Unisi u yoqqa, bunisi bu yoqqa. Bo'lma, pas ketdi, bermayman bunga deydi. Koshki u latani olib kiysa ekan agar. Koshki o'sha lata bilan bu qizimiz baxtli bo'lsa ekan agar. Bitta to'yga da g'alaba bo'ldi. Endi meni shu yerga qorigichisi nasihat qilib qo'ydi, olib kirishdi. Yo'q, qo'yinglar, meni aralashtirmanglar desam, yo'q, bormasangiz bo'lmaydi dedi. Qiz tomon meni o'sha qora tortib, o'g'il tomonga borib yuvashtirib, shu qizni qoladigan qilib olib bordi. Kuyov tomondagi gapni qarab turing. Qora aka dedi. Siz dedi, sovchi bo'lganda, to'y bo'layotganda, pato to'y bo'layotganda bormidingiz dedi. Yo'q edim dedi. Endi ham yo'q bo'laring, qora aka, hurmatida turaring dedi. Mayli dedim. Bular qora aka dedi. Bu qizini olgunimizgacha dedi. Xalq ko'chalariga kirgizdi. Olib borgan paxtamizni sorti pas bo'ldi. 2 toy paxta kam bo'ldi. 10 qop un kam bo'ldi. Tuzini kam dedi. Guruchi mancha dedi. Qizimizga oq kam, qizimizga mo kam dedi. Hop, ovolaylik, undan biz ham bilamiz. Endi navbat keldi bizga deyapti. O'g'limizni ko'yini shu qizda bor ekan. O'g'limizni ko'yini o'lmasin deb olib berdik. Har qiliqlarigachidan.
Endi biz ham hissasini chiqaraylik-da. Endi biz ham uddamizdan chiqsin-da bu qiz deyapti. Biz ham taloq qilyapmiz-da deyapti. Ko'ryapsizmi odamlar qanaqa bir-biriga qayriladi, o'chashadi. Arzon berib yuborma qizingni, qadri yo'qoladi deydi. Ana qimmat qilib bergan qizingni qadri qancha bo'lyapti? Mana shu narsalarni joyiga keltirish uchun albatta shu uyni otasi ezilish kerak edi. Kuyov tomonidan ham, kelin tomonidan ham eziladi. Buncha narsani topishlik uchun bu bechora nima qiladi? O'shdeb ishlab bu narsani topa olmasa tashqariga chiqadimi? Tashqariga chiqqandan keyin payg'ambarimiz alayhisalom aytganlaridek, har ko'chalarga kiradi bu odam. Borishiga ele kelin palonchivoy deb ish bermaydi-ku hech kim. O ishga joylashgungacha oylar o'tadi. U oylar davomida ishi yo'q odam, joyi yo'q odam qanaqa namozini o'qiydi? Nimani yeydi? U Ramazon keladi, hayit bor, tarovih bor, qiladimi shuni shu odam? O tashqariga chiqsa bismillah akbar degan go'shtni topmaydi. Hadib tuxum yeyavermaydi. Ana boshlaydi bismillahir rohmanir rohim deb harom qarishini. Bitta kelinimiz uydan ketgan qo'shnisi bilan, qo'shnisi yigit, xotin ko'rmagan, qo'shni qo'shib bergan kelinni, borib kelinga uylanibdi bu. Nima qilsin? Er qolgan, yosh kelin. Shuni xohlayapti. Yosh bola hech narsa bilmaydi. Kelnay deb yurib bir xotin bo'lib qolibdi. Unga nima deysiz? O'zini oshnasini o'zi olib ketib, mana men qarab turaman, bella ketyapmiz deb o'ziga o'ynash qilib olyapti-ku. Xotin kishi ham shu to'yni deb ketganda shu yoqqa. Shu erkak ham to'yni deb ketganda. Hech kim mashina olaman deb ketmaydi ishga. Uy quraman deb ketmaydi, to'y deb ketyapti hozir hammasi. Xotiningdan qo'rib qolsang, eringdan qo'rib qolsang, uy ko'rmagan bolang o'zidan katta xotinga ilaqishib qolib, shu bilan yashayman deb turib olsa. O'risdan xotin olib kelgan odam o'shda yo'q deysizmi? O'zim nikohini o'qiyapman. Kelin qandisan mana deydi. Bu qaynasimi, kelinmasam kelin deydi. Haligi bola o'zi bir qarich olgan xotini Ukrainka ekan, haqlushka ekan, yo'g'on narsa. Endi qaraki bu narsa qo'yani yetarli tushun deydi. Daniston ketdi. Nima qilaylik? Ey muhtaram jamoat, payg'ambarimiz alayhisolatu vassallam shu narsalarni oldindan Xudoy taolo ilhomlantirib bildirgan. Rossiyaga chiqib ketayotgan, chiqma deyman-ku, chiqma Rossiyaga, qimillama, xotiningni ham chiqarma, to'r joyingda deyman. Bolangni chiqarma u yoqqa. Tirikchilik ekan dema, boshqa ishlar bor u yoqda. Mana shu narsalarni hammasini shariatimizdagi bor narsa bilan to'y qiladigan bo'lsak, bizim mana shu bitta bolamizga qilgan to'yimiz bilan hammasini joylasa bo'ladi. Yo'q yerdagi narsani boshlab olganmiz, qilib olganmiz. Kimga kerak shu narsa? Bilamiz shuni qiyinligini. Shariatga tushmasligini ham bilamiz. Andozdan chiqib ketganligimizni ham bilamiz. Qarzga botib ketganimizni ham bilamiz. Oldingi to'yni qarzni uzmasdan ikkinchi to'yga qarz olishimizni ham bilamiz. Oxir janozada mana qarzi bor deb chiqqanlarni ham yoqasidan tutdik. Nima uchun sen ko'pchilik ichida qarzi bor deysan? Qarzi bo'lganda qarzi bor deydimi? O'zimizga aytsang bo'lmasmi de? Senga necha yildan beri aytib bermading. Oxir o'ldi, aytadi. Mana bu narsa biz musulmonlarda bo'layotgan narsa. O'y haddimizdan oshmaylik. Bo'lsa ham bo'lsa qilganga nima yetsin degandan boshlangan shu. Bo'lsa ham qilma. Haddingdan oshma, chegarangda tur. Odamlarga zulm qilma. Bor qilaversa, yo'q o'shinga qarab intilaversa, nima bo'ladi? Mana shu ish bo'ladi. O birda aytganman, hozir yana aytaman. Buni oxiri qayerga kelayotganini. Ko'zingizni katta ochib o'tiring. Bizi bu qilayotgan ishimiz shu darajaga olib keldiki, bolalarimiz 25-30 ga kirdi, uylanasamsa yo'q deydi. Kerak emas menga deydi. Qizlarimiz ham o'tirib qolgan, yoshi o'tgan. Bolaga nima uchun uylanmayapsan desa, ha buni qizlarni ko'ryapman kimligini deyapti. Qayda ko'ryapsan? Qaydan bilding bu qizlarni bunaqaligini, sen uylanishdan ko'ngling sovidi? Saunada ko'rdi-da. Sauna degan narsa shaharga ochilgan. O saunaga
xonalariga kirib ketadi ikkitasi. Fohishabozlik ashira. 30 ga kirgan haftada bir bo'shanib chiqqandan keyin unga xotin nima keragi bor? Bolang jalobbos-ku, ey. 30 ga kirgan bolang jalobbos. Nima uchun uylanmayapti? Qoniqyapti. Uylanay desa sharoit yo'q. Pul yo'q. Nima uchun? Urf-odat kuchayib ketgan. Eplolmayapti. U yog'ini eplolmaganga yarasha bu yoqda tana talab qilyapti. Ko'chada xilma-xil narsa. Mini yubkalar, kalta-kultalar hamma yo'q ko'rsatayotgan. Ko'zi o'ynayapti. Nima qiladi? Harom ishga kiradi. Haromi bo'ldimi? Qizlar ham o'sha ishga kirdi. Hammasini demayman. Bor shunaqa qizlar. Mahallaning o'zida bor shu qizlar. Ota-onalar yaxshi biladi o'sha qizlarini kimligini. Nima ish qilayotganini ham biladi. O'sha qizlar topib kelgan pulni olib oshnalariga osham qilib beradi ota-onalar bor hozir. O'tirib ishlaydi. Bilmaslikka oladi o'zlarini. Ey, hamma narsani Xudo bildiryapti bizga. Yetkazyapti bizga, ko'zingni katta ochib olgan. O'sha qizlarni ham Umay kosmetik degan yer bor. O'sha yerga borsa bir kunda to'ydan bir kun oldin borsa qizligini joyiga qo'yib qo'yib hushini yig'ib olgan. O'zingcha qiz oldim deysan, Xudo biladi nimani olganingni. Qo'shnining qizini o'zini qizim qatorda o'pib qo'yishadigan odamlar o'tiribdi hozir ichimizda. Qo'shnining qizi chiqsa, bo'yiga yetgan qizi, "Ke qizim" deb o'pyapti. Shuna o'pib ko'rishadigan otalar bor. "Ey, qizing bilan teng qizini nima o'pasan? Birovning qizi u, qizim qatori, u ham dadam qatorida yopishadi." Ha, yopishib oxiri nima bo'lasan? Qayerga ketyapmiz? O chidab bo'lmaydigan ishlar bor hozir. O masjidga chiqib kirsanglar, o musulmon bo'lib qolmayapti. Hamma narsa tagida turibdi. O'zini qizi bilan yotayotgan otalar bor. Keliniga suyuqlik qilib haydargan qaynatalar bor. O'shda shular, mahalladan, bizi territoriya shular. Qaysi birini aytay? Biz shuncha gapirib turib shu ish bo'lsa, bu gap yo'q yerda nimalar bo'layotgan bilasizmi? Ey, qizingga loyiq joydan chiqqandan keyin berib yubor, kambag'al bo'lsa ham bergan qutulasan. Ber, sepini istama. Eplab-seplab berib yubor, qutulib qolgan shundan. Bir musulmonmi, Xudoni taniyaptimi? Halolmi? Surma to'yni orqaga. Oskam deb to'ymaysan, bo'lmaydi. U kam hech qachon but bo'lgan emas, bo'lmaydi ham. Eplab-seplab berib yuborgin, qutulgin. Ahmoqlik qilib qo'ymasin. Hayot bu. Xudodan qo'rqadigan odamlar o'zi sanoqli qoldi. Hamma o'ziga rivoyat topadigan mulla bo'lib qoldi hozir. Bo'laveradi. Zamon senga boqma, sen zamonga boq degan yerlari bor deb masala to'qiydigan bo'lib oldi hamma. Ey insonlar, insof qilaylik. Xudodan qo'rqaylik. Andozadan tashqariga chiqmaylik. Dinsiz qolib ketmaylik, arzimagan narsalarni. Hatto uylarini remont qilyapti odamlar, birda aytdim. Bir birodarimiz uylarni remont qiladi. Sizga zarilmi dedik. Ha, endi domla qilmasa bo'lsa ekan, nimaga bo'lmaydi? O'g'lingiz bo'lmasa, shu ikkita qizingiz, uchta qizingiz bo'lsa, shuni chiqarib yuborsa bo'ladi desa, katta qizimga odamlar keladi. Kichkina qizim ishga buyurdi, ko'chada edi, kelyapti. Ashi xudolarni kuzatganimizda xudolar bilan bu qizim yo'lda kesishibdi deydi. O hali bizga xudo bo'lmaganlar mana shu uydan kelin olasanmi? Biz bu uyga xudolarimizni nima deb olib kelamiz? Xarob ekan uylari. O'g'limiz bu yerga kelib qandoq jo'ralar bilan o'tiradi, obro'si to'kiladi-yu, qizi yaxshi ekan, ota-onasi yaxshi ekan, uy bo'lmas ekan deb uydan ayib topib qizimdan sovib ketyapti deyapti. O'sha qizini bir kunlik to'yda xudolarni kelib yoki kiyon akani kelib o'tirmoqligi uchun 100 mingni devorga choplashga to'g'ri kelyapti hozir. U remont qiladimi? Yo bizni o'zbekka o'xshab sepini qiladimi? Yoki orqasidan mazarini tashaydimi? Nima qiladi bechora? O'zini osib o'ldirib oladi. Ana dinsiz ketish. Yo infaq bo'ladi. Yo bo'lmasam dinga tushmaydan bir gap qiladi, uni kofir bo'ladi. Hiqillaversa xotin taloq bo'ladi. Ko'zini ko'katib uradi. Kastimini yelkasiga olib ketib yoradi undan keyin. Ersiz qolasan undan keyin. Sepinga qarab. Mana shu hammasi shaharda bo'layotgan narsa. Bor narsa, fakti bilan bu narsa. Lekin men buni palonchi po'kish deb aytsam, mahalla ko'tarmaydi buni.
Haqoyan bo'ladi odamlar, mahallani past ko'rding deb. Mahallani past ko'radigan, bu balad mahalla bu bizda emas, hamma yerda shu narsa. Shaharni aylanib yurarkanmiz, biz eshityapmiz shu narsani. Kelib o'zimizga hasrat qiladi shu odamlar. Domla nima qilay, maslahat bering deydi. O'zimizdan maslahat so'rash ish qilayotgan odamlar. Tutab ketamiz. Uyqumiz qochib ketadi. O'ylanamiz. Nima bo'lyapti o'zi deydi. Hammasi musulmon shu odamlar. Musulmon bo'lmasa mendan maslahat so'ramasdi. Hammasi namozxon. Namozxon bo'lmasa imomni istab kelgan bo'lmasdi. Shuning uchun muhtaram jamoat, mana shu kitobimizni ochishdan maqsad andozaga tushaylik. Insof qilaylik. Xudodan qo'rqaylik, odamdan qo'rqmaylik. Urf-odat chekiga suring. Tushmayaptimi shariatga? Qolaversin urf-odat. Shariatga tushmaydigan odam sizga ro'para bo'lyaptimi? Surding. Men musulmon bilan gaplashaman deng. Xudodan biz so'raylik astoda, ey Alloh, shu qizimga, shu o'g'limga bir musulmonini bergin. O'zimga shu fikri, e'tiqodi, amali menga mos keladigan bir Xudoni o'zing ato etgin Parvardigor deb so'raylik Xudodan. Xudoyim bo'lsa bo'gidek bo'lsin deb so'rab olyapti, u Xudo ham o'ziga o'xshagan Xudo bo'lyapti. U birda ham aytganman, hozir ham aytaman. Ertaga to'y degan kuni borib biron to'yni buzib kelganmiz biz. Savzarsi kuni. Kelgan odamlar nima o'yla qilasizlar deb. Chiqayotgan narsani g'alabani sababi kiyo tomondan kelgan Xudoni oyog'ini tagiga gilam solish kerak ekan. O kelin tomondagi Xudo o gilamni kelinni gilamlab hisob beradi. Payandoz qilib. O payandozni endi ko'tarib ketar ekanmi? Ko'tarib ketsa kelin ko'karib qolyapti. Meni gilamim qayga ketyapti deb. Undan bo'lajak Xudo qaynotani xabari yo'q. Nima bo'lyapti desa, endi qo'yoring deb bosdi qilyapti. Nima bo'lyapti? Kelining nima yiq qilyapti? Ha bitta enasidan qolgan gilam bor ekan, shuni olib chiqib ona yangi ham Xudoni oyog'iga soldik, Xudo payandozni ko'tarib ketyapti. Bu Xudong hali kelmasdan oyog'ini tagiga gilamdan payandoz solish talab qiladiganmiz, ertaga nima kunni ko'rsatadi, yo'qot bu to'yni deyapti. Yo'qotib keldik. Kelsak soat 2 gacha to'polon boshlandi. O'zini o'zi osvoladi, kanalga tashlaveradi bolamiz, uyidi, buyidi, ahvo, ko'rvoy. Ha nima uchun gilam soldirasan desa, bu svoli soldirdi deb xotinni ayblayapti. Ha xotini aytayapti lekin urf ashnaqa kelin ham yoshlik qilib qo'yapti. 2 kun turib turganda Xudodan borgan men solardim, ya'ni ko'tarib kelardi deydi. Ko'rdingizmi? Hey obro'yingga deysan-da uni ekan. Mana shunaqa obro' topgandan ko'ra o'lganing yaxshi emasmi? Obro'li odamlar shuni ish qilyapti. Ha shunchalik obro'ying bor ekan, boshingni ko'taga solib kelaver, gilamingni o'zing solib, ya'ni ko'tarib ketaversan, qalb olmaydi. Obro'yingda turasan. Arzimagan narsalarni qilaman deb shuncha odamlar ahmoqlik qiladi. Sovuqchilik tushiradi xudolar bir-biriga. Kimga kerak shu? Aka-ukalar, kimga kerak shu? Qilayotgan narsani hammasi xo'ja ko'rsin. Farmanlis. Men o'zim shunga hayron qolaman-da. Bizga ham ko'ynaklar berishadi. Karobka chiroq ichiga qarasang, Xitoyni odam ham sig'maydigan ko'ynak. Karobka zo'r. To'ydan chiqib kelyapsan, siz domla karobkada ko'ynak olib chiqib ketdi. Beraman, nechta karobka ko'ynak kerak senga? 15 so'mga olmaydi ko'ynakni. Karobkasi undan qimmat. Kimga kerak shu narsa? To'g'ri muomala qilaveraylik, sodda hayot kechiraveraylik. O'zimiz nima deydi? Aldamaylik, kerak emas narsani yig'ishtiraylik, insof qilaylik, haddimizdan oshmaylik. Ha ko'payib ketgan bo'lsa bir chekkaga qo'yib qo'yaylik, tashchaga sekin yeb yotaveramiz. Albatta o'zimiz ko'rsatish shart emas-ku. Xo'p, bunaqa gap gapiradigan bo'lsak, to'ng'attirib yuboramiz birodarlar. Hammamizga Xudo o'zi insof bersin. Xo'p, subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga insof, tavfiq, hidoyat bersin, to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Mana shu masalalarimizdagi xatolarni Alloh taolo afv etsin, hammamizga Xudo insof bersin, qizlarimizni, kuyovlarimizni Alloh taolo insofli, solih, qobil joylardan bo'lmoqni nasib aylasin. Xudolarimizga ham Xudo insof bersin, el yurtimizga ham Xudo insof, tavfiq ber. O'zingni andozangga tushsin, isrof, harom, xarish yo'llardan xalqimiz tiyilsin Parvardigor. Xalqni tinchi, bizni tinchimiz, tinch bo'lsak ibodatimiz bit bo'ladi Parvardigor. Tinch bo'lsak har narsalarimizga Xudo taolo o'zing baraka beraman deb va'da qilgansan. Shuning uchun o'zing bizlarga ilm ato qilgin. Ilmimizga yarasha amal ato etgin. Shu amallarimiz asnosida hayot kechirib Xudo taolo huzuringga
yorug'ingiz bilan bo'lishni Alloh nasib aylagin. Allohumma salli va sallim barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rohimin.